o'ngdan chapga o'qilishligi va harflarning ustida harakatlari borligi, ostida harakatlari borligi birinchi o'qiyotgan odamni ozgina dovdiratib qo'yadi. Sekin-sekin bosqichma-bosqich o'rgatishlik bir metodlari orqali shu asosda bo'ladi. Bizni kuzatuvchilarning asosiy qismi talaffuzini yaxshilamoqchi bo'lgan insonlar. Ya'ni arab harflarini biladi, o'qishni biladi, lekin talaffuzda muammosi bor bo'lgan. Uzoqroq muddatda mo'ljallangan, lekin davomiy tarzda o'rgatib borishlikni bir metodikasini, shu usulini sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. Talaffuz kurslarida harflarni har bittasini maxrajlarini, sifatlarini, qanday chiqarish kerakligini, usullarini o'rganib, ularni mashq qilib bo'lgandan keyin endi o'qish qoidalari bo'ladi. O'qiladigan harflar, o'qilmaydigan harflar, u yog'i juda ham ko'p qoidalar bor. Boshlang'ich arab tili qoidasi bitta abet bilan yoki balki bir kunlik xarajatingiz bilan siz shuni evaziga bir oy davomida arab tilidan tizimli, tartibli tarzda bilim olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum azizlar. Biz yangi bir loyiha ustida ishlayapmiz va bu haqida bir nechta videolar chiqardik. Va bugun shu haqida va uni qanday nomlanishligi va boshqalar haqida gaplashamiz. Shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Demak, bu loyihaning nomini Arabify deb nomladik. Bu nimadan iborat bo'ladi desa, arab tilini noldan boshlab davomiy tarzda uzoq muddatga mo'ljallangan video darsliklar, o'sha video darsliklar asosida o'rganishlik tizimi. Ya'ni mustaqil ta'limga asoslangan arab tilini o'rganishlik bir tizimi desak bo'ladi, bir dasturi desak bo'ladi. Bu loyihada nimalar o'rgatiladi desa, arab alifbosini noldan boshlab o'rganib boriladi. Birinchi o'sha alifdan boshlab o'rgatamiz va undan keyin o'qish qoidalari, ya'ni harflarni bir-biriga bog'lab ketishlik, ulab o'qiy olishlik, noldan boshlab o'rganayotgan odam uchun birinchiligi stressga tushadigan holat o'ngdan chapga o'qilishligi va harflarning ustida harakatlari borligi, ostida harakatlari borligi birinchi o'qiyotgan odamni ozgina dovdiratib qo'yadi. Va mana shu holatlarni oldini olishlik uchun sekin-sekin bosqichma-bosqich o'rgatishlik bir metodlari orqali shu asosda bo'ladi. Va undan keyin talaffuzga asosan urg'u beramiz. Chunki bizni kuzatuvchilarning asosiy qismi talaffuzini yaxshilamoqchi bo'lgan insonlar. Ya'ni arab harflarini biladi, o'qishni biladi, lekin talaffuzda muammosi bor bo'lgan. Talaffuzda ham masalan qaysi harflar desa eng qiyin bo'lgan o'sha ayn harflari yoki dod harflari yoki ha harflari. Ana shu harflarni talaffuzida muammosi bor bo'lgan insonlar bizni kuzatishadi. Buni ya'ni analitikadan ham bilamiz. Endi ana shu harflarni o'rgatishlikda endi bir necha yillik bizda ham ozroq tajribalar yig'ildi. Buni qisqa vaqtda o'rgatishlik biroz qiyin ekan. Shuning uchun uzoqroq muddatda mo'ljallangan, lekin davomiy tarzda o'rgatib borishlikni bir metodikasini, shu usulini sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz va bu xudo xolasa o'z natijasini, o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Xo'p, undan keyin talaffuz kurslarida harflarni har bittasini maxrajlarini, sifatlarini, qanday chiqarish kerakligini, usullarini o'rganib, ularni mashq qilib bo'lgandan keyin endi o'qish qoidalari bo'ladi. Ya'ni o'qish qoidalari deganda, masalan, cho'zib o'qish qoidalari bor, hamzani qoidalari bor, tanvin qoidalari, tashdid, o'qiladigan harflar, o'qilmaydigan harflar, u yog'i juda ham ko'p qoidalar bor. Va ular uchun ham eng kamida bir 10 ta darslik bo'ladi. Va undan keyingi etapda, undan keyingi bosqichda boshlang'ich arab tili qoidasi, ya'ni ega kesim, ya'ni mubtado, xabar, fe'l, foil kabi arab tili grammatikasiga nahv bilan bog'liq bo'lgan va sarf bilan bog'liq bo'lgan boshlang'ich qoidalar o'rgatiladi va ana shu tartibda kitoblarni o'zidan olib boraveramiz va uni xudo xolasa sizlar bilan birgalikda sizlar nima o'rganmoqchi bo'lganinglarga qarab turib biz ham ana shu asosda video darsliklar tayyorlashni davom ettiraveramiz xudo xolasa. Va
Endi mana shu ishlarni uzoq vaqt bo'lganligini hisobga olib va bundan qo'shimcha kuch, qo'shimcha mehnat va ancha bu video darsliklar tayyorlash qimmat turishligini hisobga olgan holatda buni pullik qilganmiz va buni bir oylik sizga ham qimmat bo'lmasligi uchun bir oylik to'lov summasini 50 ming so'm qilib belgiladik va bu o'ylaymanki juda ham arzon summa, juda ham ilm uchun, siz o'zingizni rivojlanishingiz uchun juda ham oz summa. Ya'ni bu 50 ming so'mni bitta obed bilan yoki balki bir kunlik xarajatingiz bilan ishlatib qo'yishingiz mumkin. Lekin siz shuni evaziga bir oy davomida arab tilidan tizimli, tartibli tarzda bilim olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va shuning uchun mana shu Arabify loyihamizda sizlarni ilm olishingizga va bu ilmda davomli bo'lishligingizga tilakdoshimiz va ana shu ishda astoydil harakat qiling. Xo'p, quyidagi havola orqali to'liq batafsil ma'lumot oling va bizni kuzatishda davom eting va bu haqida yana yangi ma'lumotlar berib boramiz.